konvertda deb yozgan bo'ladi. Keyin o'zini osadi ayolgina. O'zini o'rnini, nomusini saqlaydi. Endi bu nima uchun bu asarlar o'qigandan keyin biz ham mana mahallada ishlaymiz. Mana zo'ravonlikka qarshi qancha nimalar bo'lyapti, tazyiqlar bo'lyapti qizlarimizga, ayollarimizga. Undan keyin mana ajrim yoqasiga o'ylarlar kelib qolyapti. Mana shulardan xulosa chiqarib biz borib o'shalar bilan suhbat o'tkazamiz. O'shalarga qandaydir dalda beramiz. Mana shu asarlarni o'qinglar. Mana endi hayotiy nimaga mana hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Tushkunlikka tushib o'zingizni bir nima qilib qo'ymang degan narsalar aytiladi-da. Shu uchun kitob o'qishni nimasi shunday yaxshiki, agar ijobiy asarni o'qisangiz, ijobiy asarni qahramonlariga havasingiz ketadi. O'shanday bo'lgis keladi. Salbiy nimalarni o'qisangiz, ularga qahringiz keladi. Nafratingiz keladi. Masalan, o'sha bir nimalarga anon qilganda ham bir joyga borma, yuring deb bir dugonangiz boraylik bir joyga desa ham, siz aytasiz, yo'q, men u yerga bormayman. Chunki mana asardan shu, ya'ni o'quvchilarimiz ham o'qisa, mana shu narsalarni yomonliklarning oldini olishni yo'lida bu. Kitob o'qigandan keyin odam bir fikr o'rayotgan bo'ladi, hayotga mehringiz ochadi. Men o'zim mana 67 ga kirdim. Shunday bo'lsa ham kelinim, oyijon yangi kitob chiqdi, xudolarmi kitobxon nima. Keyin aytaman, kelinlar olib keling, mana bu o'qiyman deyman. Olib, arasiga nimacha qo'yib, akkuratni nima qilib tozagina o'qib, yana egasiga qaytarib beramiz.